Ko'rsatmasini O'zbekistonda urush boshlanib qolsa, qaysi davlatga qochgan yaxshiroq? Amerikaga. Rossiyaga qochish kerak, Rossiyaga. Endi avvalo urush bo'lmasin. Shu Singapurgami? Ey ota-bobolarimizning qoni to'kilgan bu muqaddas tuproq farzandlari, bugun ko'chalarda urush bo'lsa qayerga qochasiz deb so'ralganini, ayrim tillardan o'zga yurtlar degan javob chiqqanini eshitdim. Bu so'zlar nafaqat meni, balki tuproq ostida yotgan minglab shahidlarimizning ruhini ham titratdi. Qaysi diyorgacha qochmoqchisiz? Yer yuzidagi qaysi tuproq sizni ona yurtingiz bag'riday issiq kutib oladi? Unutmang, daraxt ildizi bilan, inson esa vatani bilan tirikdir. Bizning lug'atimizda qochmoq degan so'z yo'q. Bizda yo g'alabaning shavkati, yo shahodatning sharafi bor. Tarix o'z yurtini tashlab ketganlarni emas, tuproqni nomus bo'lib unga qalqon bo'lganlarni yozadi. Samarqandning toshlarida, Buxoroning changida otlarimizning taqa ovozi hali hamon aks sado berib turganda, bu muqaddas omonatni tashlab ketish qaysi mardning ishidir? Unutmang, vatan shunchaki biz bosib yurgan yer emas, u bizning shon-sharafimiz, g'ururimiz va kelajagimizdir. Endi o'zingizdan so'rang, qachondir urush bo'lsa, tarix sahifalarida qolganlardan bo'lasizmi?